Iroda xola bizga baliq pishirib bering. Xo'p, bo'ladi qizlarim. Baliq bo'lsa baliqda. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Bugun biznikida mehmonlar bor. Mehmon qizlarim bor. Ular menga bugun baliq pishirib bering deb zakaz qilishdi. Shovqin qilsak e'tibor bermaysizlar. Bolajonlar shuncha shovqin qilmanglar desam ham bu yoqqa yugurib o'tishadi, bu yoqqa yugurib o'tishadi. Baliqlarni bolalar yeyishiga moslashtirib chiroyli qilib kichkina qilib to'g'rab olaman. Baliqni mana bunaqa tayyorini olganman. Buni yaxshi tomoni boshi bo'lmaydi. Bozordan butun baliq olsangiz boshiga chiqib ketadi ko'proq. Boshini uncha yeyishmaydi-yu. Shuning uchun tayyor baliq olaman, muzlatilgan xolodilniklarda bo'ladi. Shunaqa baliqlar shuna qilib to'g'rab olaman, bolalarim yeyishiga osonroq qilib. Bu baliq juda unchalik qimmat emas, keyin to'yimli. Biz har doim oilada 3 kishimiz, o'g'lim, dadamiz, xo'jayinim, men. 3 kishimiz, bizga mana shu baliqdan bitta paketdagisi yetadi. Bitta paketda 1 kilo bo'ladi. O'sha bizga yetadi. Juda ham to'yimli baliq. Baliqni to'g'rab oldim. Endi mana bunaqa qilib tayyorlab olganman. Buning ichida 2 qoshiq un, 2 qoshiq kraxmal, 1 qoshiq universal perprava, yarim osh qoshiq tuz bor. Buni bir yo'la tayyor qilib oldim-da. Ana qilish, marinovka qilishimga osonroq bo'lsin deb. Hammasini bittalab bulab olaman. Unga qo'shib. Qizlarim arqamda visir qilishyapti. Shu xohlashadiki, shu hamma ishni o'zlari qilib tashlashsa-da shu. Ularga kulishib shovqin qilmanglar, to'palang qilmanglar. Videomiz unchalik yaxshi chiqmay qoladi deb aytaman. Apam. Biz qilmaymiz. Qo'lingizni yuvib keling. Bari. Ketdik opa. Yaxshilab sovullab yuvib kelinglar. Shu ishlarni ham qilishsa-da shu. Biz kiymaymizmi? Juda shirin bo'ladi, juda shirin. Bolalar bizning kelajagimiz. Yaxshi ham shularni borligi. Bular bor, biz bor. Shular uchun yashaymiz. Shular uchun ovqatlar pishiramiz, kir yuvamiz. Ishlab bozorda kechgacha bugun bolalarimga nima olib ketsam ekan deb o'ylanamiz. Bojonim, Bo'ldim. yuvib keldingizmi? Ana sochiq qo'lingizni artingchi. Mana kelinglar. Ozgina qoldi. Qani? Mayli, sizlarning ham qo'llaring tegsin. Mana bunaqa qilib baliqni unga bulab, mana uni ustiga qo'yamiz. Qani? Qo'yinglar. Tez. Chiroyli bo'lib. Asallarim meni, asallarim, shakarlarim, tez bo'linglar. Bu balig'imiz 1 soat marinovkada turish kerak. Bozorga chiqishim kerak. Amakilaring bozoring, ishingni yig'ishtir, videolaringga aytib qo'yayin demasizlar. Bo'linglar tez. Opani ko'ryapsiz? Opangiz ko'proq qilgisi kelyapti. Voy asallarim ey. Sizlar hali qanaqa qizlar bo'lasizlar? Juda ham shirin. Bog'chada yaxshi o'qiyapsizmi? Necha baho olyapsiz har kuni? Menmi? Ha? 5. Voy molladdes. Faqat 5 bahoga o'qing, xo'pmi? Maktabda ham 5 ga o'qishingiz kerak. Rahmat qizlarim, boringlar endi qo'linglar yuvinglar. Jon demaymizmi? Ha?
Böceğini. Yo'q, boring. Endi bu yoqni yopamiz. Assal. Shu ishlashaversa-da, hali mehmonni ish qilib qo'y desang, qochadi. Ishim bor, darsimni qilishim kerak, boshimni yuvishim kerak, magazinga borishim kerak deb bularga hozir qiziq. Katta bo'lsin qochadi, o'zimizga o'xshab bular ham. Mana endi buni ustini yaxshilab yopib 1 soatga xolodilnikka qo'yamiz. Balig'imiz tayyor bo'lguncha boshqa ishlarni qilib turamiz. Anaqani tayyorlaymiz. Sousimizni tayyorlaymiz. Ozgina kashnichan bo'lganda yaxshi bo'lardi. Kashnich olish kecha bozordan esdan chiqib qolibdi. Ukropim bor, chesnogim bor, pomidorim bor. Shulardan sous tayyorlayman. Bolali uy bozorda bekorga aytishmaydi. O'g'lim og'ir bosiq, u juda to'palang qilmaydi. Hozir ikkita qizcha mehmonga chiqishgan. Ish qilib u yoqqa yugurishadi, bu yoqqa yugurishadi. To'palangchilar. Akangizga xalaqit bermang, dars qilish kerak desam, aynan o'shaning yoniga borib o'ynashyapti. Hech ham aytganingizni qilishmaydi, faqat o'zlarini aytgan qiladi. Baraka topgurlar. Bor bo'gurlar, boy bo'gurlar. Ha. Sarımsak piyoz doğrayacağız. Yaxshim shu televizorni borligi. Bolajonlarim multik ko'rishyapti. Qaynab sovigan suvim bor. Qaynab sovigan suv solsak sousga. Bolajonlar ham bemalol yeyveradi. Qornini og'ritmaydi. Tomat solaman. 2 osh qoshiq. Shu sousimiz miqdoriga qarab tuz solaman. Sousimiz tayyor. Baliqning yoniga kartoshka ham qovurib qo'yaman-da. Erkaklar kartoshkani yaxshi ko'radi. Ularga kartoshka qovurib, yoniga baliq qo'yib beraman. Shuncha endi kartoshkalarni archib to'g'rab olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Allohim, sharmanda qilmagin. Qizim, qizg'aldog'im, qimirlatmang asalim, iltimos sizdan. Ha. Qimirlagan qanday bilyapsiz? Kamera syomka qilyapti, lekin gapirgan gaplaringni o'ylab gapiringlar.
Qizim. Gulim, gullolam, oppog'im, yumshog'im. Bila- Sen mana shoshildi, biz qornim ochdi mana. Shoshib qilyapman. Salim, ozgina boya bergan narsalarimni qani chiroyli qilib menga atagan gulinglar chizinglarchi. Eng chiroyli chizganga mukofot bor. Bismillahirrahmanirrahim. Gaz plitada qilamiz. Shunga gazda tez qizarib ketmaydi-da, sekin qovuriladi. Kartoshkamiz qovurilyapti. Latte? Nima? Qani ko'raylikchi, bir tomoni qizardimi ekan? Ha, qizaribdi. Baliq juda ham tez tayyor bo'ladigan narsa. Shuning uchun baliqni bir marta qizartirib olsak bo'ldi. Pishdi hisob. Qizlarim, baliqni yeb ko'ringlarchi. Zo'r chiqdi xolajon. Yaxshi chiqibdimi? Ha. Osh bo'lsin jonim meni, asallarim meni.